Tak, Hindistonga bitta klinikaga keldik. Ali birodarimiz tanish bilishlar qilib, klinikaga kelishimiz maqsad, ya'niki bir og'ayinimizda, qarindoshimizda buyrak qurigan, birinchi tip saxini diabet, пересадкаga anavi yoq, пересадкаga почка yoq, тем более пересадка bo'lgandan keyin ham и так далее, и так далее. Первый тип sahna hozir stalovoya kletka o'tiramiz, xudo xohlasa umurtqasidan, ya'niki shunday bir prorыв bo'ladi. Agarda birinchi tip saharni diabet yo'qolib ketsa, stalovoya kletka urilgandan keyin pochkani bemalol almashtirsak bo'ladi. Agarda pochka sal-pal mundayroq bo'lib, endi boshlangan bo'lsa, stalovoya kletka masalasini hal qilsak bo'ladi. Hozir endi o'tkazib yuborgan, shuning uchun boshqa choralarni ko'ryapmiz. Agarda shu xudoda bo'lib turinglar, agar shu prorыв bo'lsa borku, stalovoya kletka. Buni endi hali O'zbekistonga kirib kelmagan, faqat Hindistonda ekan. Вообще zo'r bo'ladi. Qarang, sahni diabet, первый tip sahni diabetlar ham yo'qolib ketgan, shunday hodisalar bo'lgan. Umid qilib turibmiz, duoda bo'lib turinglar.